Mana bu yoqda oldi bamperni bo'yash jarayonlari ketyapti. Hozir podloshka sepish jarayoni ketyapti, akalar. Xudo xolsa podloshkani sepib, oppoq paxtaga qo'yganimizdan keyin pudrasini sepamiz va undan keyin lakini sepamiz. Bamperimizni pudralarni sepib qo'ydik. Xudo xolasa, akalar, hozir lakini sepamiz. Xudo xolasa bamperimizning laklarini sepib oldik. Idealniy chiqdi, akalar, ko'rishingiz mumkin.